mahallasida 6 sotiqqa 3 xona uy qurilgan. Bundan tashqari yana fundamentlari ham bor. Kirib ko'ramiz. Keng hovli. Bu yerga fundament qilingan. Xolos yana o'zlari qilishadi. Shashlik qilishga qo'zilar ham bor ekan, barachalar ham bor ekan. Bu yerda ziloni zonasi bor. Bu yerda remontdan chiqqan 2 xonali uy. Bu yerda kaldovka qo'yishgan hozirchalik. И bu ham bitta kichkina xonalar. Bu yerda letная kuxnya. Bu yerda ham hozirchalik hamma stroy materiallar tiqib qo'yishgan. Uylar boshlanadi. Uzun koridor. Birinchi boshdan kirganimizda bu yerda sanuzul, hammom, hammasi bor ichida. Spalnining o'zini sanuzuli bor. Отдельно. Dushovoyasi. Bu yerda mehmonxona. Mehmonxonada ham bunaqa katta emas, kichkina emas, ixchamgina joy. Bu yerda ham bitta xona, buni detskiy yoki kichkina xona qilib qo'ysam bo'ladi, mehmonlar keladigan. Bu yerda ham sanuzul, faqatgina bu bitmagan. Stroy material tiqib qo'yishgan. Bu yerda ham sanuzul qilsa bo'ladi, lekin kanalizatsiyalari bor. Bu yerda kattagina kuxnya.